Abdulboriy SATdan necha olgansiz? 1500. Matematikasidan 800. bu natijaga erishish uchun o'rtacha qancha vaqt ketadi? O'rtacha agar matematika maktabda 4-5 ga o'qigan bo'lsa, 3-4 oy yetarli bo'ladi shu 800 natija olish uchun. Yo'q, ishmasaganda unda SAT. Shunaqa desa bo'ladi. DTMga solishtirganda ishmas, lekin DTMdan effektivroq, hayotga tatbiq qilsa bo'ladiganroq. SAT o'quvchilariga nima maslahatlaringiz bor? Topoviy maslahatlaringiz. The sooner the better. Qancha erta boshlasangiz shuncha yaxshi, chunki bu IELTS ga o'xshab xohlagan paytingizda topshiradigan imtihon emas. Har oy 4 marta, 5 marta, hozir CT bo'lib ko'p topshiradigan bo'lib qoldi. SAT yiliga belgilangan vaqtda bo'ladi. Hozir faqat 7 marta yoki 8 marta topshirsangiz bo'ladi. Ertaroq shu muddatini belgilab, tayyorgarlik boshlab, topshirib ertaroq olishingiz kerak, sababi chet elga topshirish faqat SAT dan iborat emas, uni boshqa aspektlari ham bor. Qanaqa aspektlari bor? Siz essaylar yozishingiz kerak asosiysi, keyin extracurricular activities qilishingiz kerak. Undan tashqari yana honors, shunaqa to'ldiriladigan narsalar, maktabdagi baholaringiz yaxshi bo'lishi kerak, GPA. Shunaqa jihatlari bor. O'zingiz nimaga ketmagansiz chet elga? Endi tibbiyot O'zbekistonda o'qish выгодныйroq bo'lgan, shuning uchun O'zbekistonda qolganmiz. Выгодныйroq в каком плане? Nima jihatdan? Xo'p, chet elda tibbiyotni tekinga o'qish, chet el degan hozir Amerika nazarda tutyapman. Yevropada tekinga o'qisa bo'ladi. Amerikada xosatan siz tekinga o'qib yo'lda shifokor bo'lishingiz juda ham qiyin. Qarzga botib ketasizmi? 200 ming, 300 ming dollar qarzga botasiz. Lekin O'zbekistonda o'qib, xuddi ular olgan USMLE imtihonini topshirib, keyin ishlash uchun Amerikaga ketsangiz bo'ladi agar. U imtihon pullimi? Necha pul turadi? U imtihon lekin qimmatroq, aniq summani bilmayman. Menimcha hamma imtihonlarni topshirib, step by step ikkini topshirishingiz uchun 5-6 ming dollar ketsa kerak. Lekin O'zbekistonda turib o'qib, diplom olib, o'sha imtihonni topshirib chet elga ketsa bo'ladi. Bo'ladi. Va bu arzonroq tushadi. Bu arzonroq tushadi. O'zbekistonda turasiz, uydagilaringizga yaqin olasiz, ovqatlarimiz shirin, maza qilib yashasangiz bo'ladi. O'zbekistonda yaxshi o'g'il. Rahmat katta.